Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana bizning mijozimiz saytiga va iloraga o'tibdilar. Saytiga bizning eski mijozimiz bo'ladilar. Bizdan ikkita mashina xarid qilganlar, bitta Intelligent, bitta Comfort. Shu mashinalar haqida qisqacha o'tib olmoqchi. Nima deyapsiz saytiga? Biz ariza Pro olganmiz. Bu juda ham hamma tomonlama qulay. Yaxshi, zo'r, yoqqanicha o'sha priятный bo'lyapti. Yaxshi, yo'q. 1,5 yildan beri siz mashinani haydayapsiz. Ekonomik ishingiz bo'yicha nima deya olasiz? Ekonomik tomonlama yaxshi chiqadi. Texnika obsluživание, masalan, mashinani texnikasi Hammasi joyida zo'r. hamma narsasi yaxshi. Kadrovoy частьlari, shuningizlar, Hammasi joyida yaxshi, zo'r, yo'q. bu inson sizga do'stingiz bo'ladi-da. O'zingiz o'tkazdi. Значит, endi o'zingiz o'tkazdi, bizga mijoz qilib olib keldingiz. Shunga shogirdim oldim, mumkin. Mana shunaqa mijozlarimiz ko'payib yursizlar. Mana Eloraga kelib bizdan mashinani xarid qilib, Tigo 2 Pro olyaptilar. Значит, xudo xolosa bularga boshqa yo'q degan umiddaman. O'shanga tavsiya olib keldim. Akalar bolalarga ming shukr, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar.